7-38 haftadagi homiladorimiz shekalarni o'zi vaginalni tekshirishga chaqiruvdim. Oldin birinchi kelganingizda necha edi? 31 dedingiz? 34 dedingiz. Shuning uchun sal kechroqqa chaqirganman 37larda, chunki birinchidan shekalarini uzunligini o'lchab beramiz. Qachon tug'ishlarini ayta olamiz. Oyijonimiz oldingi bolalarni 36 haftada tuqqanlar, lekin bunisi hali unaqa bo'lmaydi. Chunki doim yotibdilar, kam harakat qilyaptilar. Sheka ochilmagan. Mana endi 39-40 ga bemalol yetib olasiz. Bu birinchisi. Ikkinchisi, bolajonni bo'ynida o'ralishlar bormi yo'qmi tekshiramiz. O'zingiz tug'ishingiz mumkinligi uchun. Ikkinchidan, simfizitingizni yana bir marta qayta ko'rib beraman. Bu ham осложнениялар bo'ladimi yo'qmi homila tug'ish vaqtida. Yana bittasi, shekamizdagi mana bu varikozlarni o'lchash uchun chaqiraman. Chunki o'zining определенный razmeri bor. Shundan katta bo'lib ketadigan bo'lsa, tug'ruq vaqtida yorilib ketishi mumkin. Lekin sizda varikozlar bor haqiqatan ham. Varikozlaringiz tug'ishingizga to'sqinlik qilmaydi. Bemalol o'zingiz tug'sangiz bo'ladi. Razmerlari ham juda katta emas ekan. Mana bu kattaroq kistichkamiz. Prinsipi buni ham homiladorni tug'ishiga xalaqit beradigan vaziyat emas. Endi qiladigan